Hurmatli kuzatuvchilar, Nurobod tumanida o'z nufuzi va mavqeiga ega bo'lgan Nurbuloq shaharchasidagi issiq buloq sihatgohini birgalikda video obzor qilamiz. Qani ketdik. Jigar, ota-onani olib kelib joyimi deyman-da, sizni rosa duo qilishadi-da. Narxlari ham unaqa qimmat emas ekan. Assalomu alaykum. Men Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan kelganman. Mana shu yerda men ko'pchilikdan eshitdim, Nurobodda Issiqbuloq degan joy bor. Juda sanatoriyasi yaxshi, lecheniyalar ham yaxshi. Mana kelganim haqiqatdan ham 5 kun bo'ldi. Juda ham lecheniyalari yaxshi. Vrachlar, medsestralar hammasi muomalalari birdan-bir shirin. Ovqatlari ham mazali. Povur opamiz ham juda yaxshi inson ekanlar. Odamlarga yaxshi muomala, yaxshi nimada bo'lyaptilar. Mana shu yerdan men ancha 5 kun bo'lgan bo'lsa ancha shifo topdim. Juda ko'p joylarga bordim, lekin shifosi juda ham yaxshi ekan. Men sizlarga tavsiya qilaman, kelingizlar, oyog'i og'riydigan, beli og'riydiganlar mana shu yerda kelib davolanib ketishlaringizni so'rayman. Navoiy viloyatining Navoiy shahridan keldim. Bu sanatoriyaga birinchi marta kelib, juda ham yaxshi tomonlarini ko'rib, xursand bo'ldim. Yaxshi ekan, mana birinchi kelishim o'zi, meniki hozirdan o'zi bildirishni boshladi. Bellarim, oyoqlarim, qo'llarim qoqshaydi. Allohimga behisob shukr. Mana shu sanatoriyaga kelingizlar. Shunday chiroyli vrachlarning ham muomalalari yaxshi. Kelib shifo topib ketingizlar. Allohim hammaga, kasbkoriga baraka bersin.